Manchester City'ning yosh himoyachisi Abduqodir Husanov haqida rasmiy xabar chiqdi. U jarohat tufayli 3 ta muhim o'yinni o'tkazib yuboradi. Xususan, Husanov Karabao kubagida Huddersfieldga qarshi, APLda Berliga qarshi va eng asosiysi, Champions League'da Monacoga qarshi uchrashuvlarda jamoasiga yordam bera olmaydi. Pep Guardiola uning tiklanishini kutmoqda. Muxlislar esa qaytishini orziqib kutishmoqda. Chunki hamma biladi, Husanov safga qaytsa, himoya yanada kuchayadi. O'zbekistonlik muxlislar ham unga omad tilab, tezroq maydonga qaytishini so'ramoqda. Endi savol: Husanov qaytib kelgach, Manchester City uchun qanday o'zgarishlar bo'ladi? Abduqodir Husanov 3 o'yinga safdan chiqqan. Tezroq sog'ayishini tilaymiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yangi videolar qilishga katta kuch beradi.